Informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilari va o'quvchilari uchun nozilmek.uz veb saytida yangi kurslarni tashkil qildik. Bunga kirishimiz uchun mana bu yerda nozilmek.uz veb saytiga mustaqil ro'yxatdan o'tib, parol login bilan kirgandan so'ng kurslar degan bandi bor. Mana shu kurslarga kirgandan so'ng bizda zamonaviy dasturiy vositalar kursi bor va bu kursning ichida 3 ta bo'lim mavjud. Birinchi bo'lim multimedia vositalari, dasturlash vositalari va amaliy dasturiy vositalar mavjud. Biz multimedia vositalariga kiradigan bo'lsak, mana ko'rishni bosamiz. Demak, bu yerda bizda 4 ta bo'lim mavjud. Kursga yozilish qilamiz. Kursga barcha kurslar bepul. Demak, mutlaqo shunday bepul yozilib foydalanish mumkin. Kursga yozilishni bosamiz. Mana kursga yozildik va endi kursni boshlash qilamiz. Kursni boshlash qilgandan so'ng bizda mana demak mana bu yerda ya'ni aynan o'sha multimedia vositalariga tegishli bo'lgan dasturlar haqida ma'lumot keltirilyapti. Ya'ni Huawei video editor dasturi, keyin bu yerda Audacity, keyin Huawei Marker va Pencil 2 dasturlari bo'yicha kontentlar keltirilgan. Birinchi ma'ruza matni, mana ma'ruza matni bu yerda mavzu, rejalari va shu mavzuga tegishli bo'lgan tushunchalar mana keltirilgan. Loyiha yaratish, loyihani saqlash va hokazo. Oxirida har bir ma'ruza oxirida topshiriqlar ham mavjud. O'quvchilar uchun mustaqil topshiriqlar bor va darsni o'qib bo'lgandan so'ng batafsil ko'rishimiz ham mumkin. Batafsilga ma'lumot bor va darsni tugatish qilsak, mana bu e'tibor bersak, mana qulfcha turibdi. Ya'ni qulf bu har bitta qadamni bajarmagandan so'ng keyingisiga o'ta olmaymiz. Darsni tugatish qilamiz. Mana dars muvaffaqiyatli tugatildi va keyingisi avtomatik faollashadi. Bu ya'ni 9 minutdan iborat video va videoga ham bosib mana shu faylni oladigan bo'lsa o'zgartirishimiz mumkin. Alohida ham olishimiz mumkin. Mana shu mobil video editor dasturiga tegishli bo'lgan video dars keltirilgan va buni ham ko'rib bo'lganimizdan so'ng to'liq ko'ramiz. To'liq ko'rib bo'lganimizdan so'ng dars tugatish qilamiz va keyingi topshiriqlar bandiga o'tadi. Yo'q, keyingi dars desa ham topshiriqlar bandiga faollashadi. Endi topshiriqlar bandida bu yerda topshiriq berilgan. Ya'ni bizda o'sha savol qo'yilgan. O'sha video audio faylni hajmini topishga doir savol qo'yilgan va savol javobini yozganimizda bu javobni sun'iy intellekt tekshiradi. Mana bu yerda yozilgan topshiriq yuborilganda ChatGPT orqali avtomatik baholanadi. Ya'ni 100 ballik tizimda avtomatik baholanadi. Bu yerda o'sha imloviy xatolar, katta kichik, lotin kirillchada yozishi mumkin o'quvchilar yoki nisbatan yaqin bo'lganda foizi o'shanga yaqinroq bo'ladi. Xullas 70% dan yuqori bo'lganda siz keyingi mana bu testlarga o'tishingiz mumkin. Bo'lmasa ruxsat bermaydi. Ya'ni to mana shu topshiriqqa javob bermaguncha ruxsat bermaydi. Buni sun'iy intellektning o'zi baholab beradi. O'zi mana javobini yozdik, yuborish qilamiz. Test topshiriqni yuborish. Endi to'g'ri javob yozgandik. To'g'ri javob yozganimiz uchun 100% deb ChatGPT aytyapti, 100% baholandingiz. Va keyingi dars qilamiz. Ana endi mana bu yerda testlar ochiladi. Mana testlarni boshlash qilamiz. Bizdan so'rayapti, haqiqatan ham boshlaysanmi deb, ha boshladik. Va bu yerda endi mana shu mobil dasturga tegishli 10 ta test berilgan. Bu platformaning qulayligi xohlagan raqamli testga borib mana qolib ketgan testlar bo'lishi mumkin yoki ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana hozir belgilaydigan bo'lsak, masalan, mana shunday belgilab ketyapmiz. Mana endi orada qaysidir tashlab keyingilarga o'tdik deylik mana. Mana bu yerda aynan o'sha belgilanmaganimiz ko'rinib turadi bizda. Mana belgilaymiz, tavakkal mana shunday ko'rinishda belgilab olamiz mana. Hozir biz mana bu 4 bilan 5 ni tashlab ketdik. Demak, mana sariq bilan bo'yalmadi, qaytamiz 4 ga. Belgilaymiz, mana belgiladik va 5. 5 ni ham masalan belgilaymiz. Bunda ham demak bizda o'sha 70 foiz mana shu 10 ta test bo'lsa, 7 tasiga to'g'ri javob bersak o'tdi bo'ladi. Agar bo'lmasa qaytib demak testni yechishimizga to'g'ri keladi. Keyingi bo'limga o'tishga qo'ymaydi bizda. Demak, mana bu yerda mana yuborishni bosdik hozir. Bizda demak 9 ta to'g'ri javob mavjud. Demak, mana shu 90 deb beryapti bizda. Va darsga qaytish qilamiz. Darsga qaytish qildik. Va bu yerda bizga aytyaptiki, mana 20 daqiqa vaqt berilganda 70% dan yuqori bo'lsa o'tamiz. 10 ta urinishimiz bor, 10 ta savol va bizda demak 90 ball bilan o'tdik. Agar o'tmagan bo'lsak, bizda yana
o'nta urinishdan ya'ni to'qqiztasi bizda bo'ladi. Yana keyingi urinishlarda o'tishimiz mumkin testdan. Va shundangina keyingi mana bu ikkinchi auditsiyadan ma'ruzasi faollashadi. Bo'lmasa faollashmaydi. Ya'ni testdan o'tishimiz shart bu yerda. Majburiy qilib qo'yilgan. Xullas ana shunday qilib har bitta e, bo'limni ya'ni tugatib olishimiz kerak. Mana shu bo'limlar to'liq tugallangandan so'ng keyin bizga demak sertifikat taqdim etiladi. Ya'ni mana shu kurs bo'yicha o'qilgan mana shu kurs bo'yicha bizda to'liq to'rtta bo'limni to'liq topshiriqlari, testlarni bajargandan so'ng bizda mana shu platformadan foydalanganimiz haqidagi demak sertifikat taqdim etiladi. Va mana shunday qilib keyingi bo'limlarga mana bu yerdan dasturlash vositalariga kirsak, kursga yozilish qilamiz. Kursni boshlash. Mana demak kursni boshlashda bunda ham o'sha ma'ruza demak bizda birinchi ma'ruza taqdim etiladi va mana shu Python dasturlash tiliga tegishli birinchi bo'limimiz. Keyin Pythonda demak if, else, for, while, break'ga tegishli video darslar bor mana. Demak 10 daqiqa yaqinroq. Keyin bunda ham topshiriq testlar bor. Shuni to'liq tugatgandan so'ng keyin HTML, CSS ga o'tamiz. Bunda ham xuddi shunday ma'ruza qismi, demak bizda video darslar, topshiriq testlar bor va JavaScriptda ham xuddi shunday mavjud. Demak shu bo'limni to'liq tugatamiz. Shu bo'limni tugatgandan so'ng bizda demak mana shu dasturlash vositalarini tugatganligi haqidagi bizda ya'ni sertifikat taqdim etiladi. Keyingisi amaliy dasturiy vositalar. Demak bunda ham mana kursga yozilish qilamiz va kursni boshlashni bosganimizdan so'ng bunda ham mana shu demak bizda Access'ga tegishli ma'ruza qismi, xuddi shunday video darslar, topshiriqlar, keyin Excel'ga tegishli. Bu yerda aynan o'quvchilar uchun mana shu amaliy dasturlarning qo'shimcha imkoniyatlari keltirilgan. Ya'ni aynan qo'shimcha imkoniyatlari misol uchun bu yerda Access'da masalan o'sha jadvallarning o'zaro bog'lanishlari mana bu Excel'da bo'lsa, demak biz o'sha katakchalarni qanday qilib boshqarishimiz mumkin. Ya'ni har bitta katakchalardagi o'sha cheklovlar, validatsiyani boshqarish va hokazo. Demak mana shu haqda keltirilgan. Yoki masalan PowerPoint'da ham demak animatsiyalarni o'sha boshqarish, infografikalar, diagrammalar yaratish, Word'da ham demak qanday qilib biz munda reja, snoskalar, jadvallarni o'sha murakkab jadvallar bilan ishlash, mana shu qo'shimcha imkoniyatlar keltirilgan. Ya'ni o'quvchilar mana shu amaliy dasturlar haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Ya'ni mana shu yerda hozircha 3 ta bo'lim bor. Biz yana bu bo'limlarni to'ldirib borib, yangi yana bo'limlar qo'shamiz. Demak, har bitta bo'limni tugatgandan so'ng bizda mana bu yerda mana hozir ya'ni oldindan bitta kurs yakunlangan haqida mana sertifikat taqdim etilyapti bizda. Ya'ni masalan o'quvchining nomi, o'sha qaysi modul kurs tugallangani, sanasi, natijasi, keyin mana bu yerda mana multimedia vositalari kursini to'liq tugatganligi haqida sertifikat bilan, ya'ni o'sha sanasi va ID'si berilgan. QR kod bilan tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. QR kod bilan tekshirganda aynan shu ma'lumotlar chiqib keladi bizda. Bularni keyin PDF yoki o'sha PNG ko'rinishda yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, o'quvchilar uchun yoki o'qituvchilarning o'zi uchun ham qo'shimcha mana bu kurslar taqdim etilyapti. Bepul, bemalol foydalanishlari mumkin. Va mening kurslarimda o'sha qaysi kurslarni o'qiyotgani, davom etayotgani haqida ma'lumot keltiriladi. Necha foiz mana ko'rish mumkin, necha foizda bajargan. Kabinetni bosadigan bo'lsak, yana asosiy o'yinimizga qaytamiz. Bundan tashqari bu yerda YouTube, Telegram kanallarimiz ham mavjud. YouTube'ga bosib o'sha YouTube Nozimбек Zaripov nomli YouTube platformasiga o'tishi mumkin. Resurslarda joriy darsliklar demak yuklangan. Ta'lim saytlarida bu yerda o'sha demak ya'ni qo'shimcha mustaqil ishlashimiz uchun o'quvchilar yoki o'qituvchilar uchun saytlar, ya'ni ta'lim dars jarayonida foydalanishimiz mumkin bo'lgan saytlar keltirilgan. Va mana shu yerda ko'rishni bosib turib o'sha veb-saytga demak o'tishimiz mumkin. Masalan, QR kod yaratish, misol uchun yoki mantiqiy sxemalar, o'sha blok sxemalarda foydalanish, masalan, mana bu yerda mana end va hokazo mana ko'rinishlari bor. Biz bulardan olib o'sha 01 lardan foydalanib mana bog'lashlarimiz mumkin buni. Ya'ni o'sha bizda
nol bir bo'lganda masalan lampochka yonadimi yo'qmi degan savol. Mana n bo'lgani uchun hozir bu yerda demak bizda yonmaydi. Ya'ni biz ya'ni ko'paytma bo'lyapti bu yerda. Agar masalan buni ham agar bir deb masalan oladigan bo'lsak o'z-o'zidan demak lampochkamiz yonadi mana. Ya'ni bu ham ta'limda ya'ni mantiqiy sxemalarni o'quvchilarga tushuntirishda mana shu onlayn saytlardan foydalanish mumkin. Bu yerda yana bir nechta bizda mana shunday demak saytlar bor. Shulardan foydalanish mumkin. Qiziqarli mashqlarda demak bu yerda bizda o'sha krosswordlar mana krossword tanlagandan so'ng mana bu yerda nomi kelib chiqadi. Masalan, HTML deb enterni bossak mana bu yerda keltirib yozadi. Xo'p, keyin ikkini bo'lsa ikkini savolni qo'yadi, bu yerda yozamiz. Xuddi shunday mana krosswordlar mana shu informatika tegishli bo'lgan savollarga javob berishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday bir nechta topshiriqlar bor. Masalan, IP manzilini aniqlash dasturi keltirilgan. Misol uchun tarmoq manzilini aniqlamoqchi bo'lsak, mana 255 255 0 deb yozsak, mana bizga hisoblab, demak tarmoq manzili qanday bo'lishini chiqarib beryapti. Ya'ni IP manzil bilan maska kiritilganda tarmoq manzilini chiqaradi. Mana shunday kichik dasturlar bu yerda keltirilgan. Va bundan so'ng biz haqimizda berilgan va yuqori qismda demak ustozlarimiz uchun attestatsiyaga o'sha tayyorgarlik ko'rish uchun 2000 dan ortiq testlar joylashtirilgan. Bunda o'sha testga obuna bo'lishni bosamiz va obuna bo'ldik. Keyin testlar bandiga o'tib boshlashni bosamiz. Va mana bizga o'sha 15 ta pedagogikaga tegishli va qolgan 35 tasi informatikaga tegishli bo'lgan mana savollar berilyapti. Va mana shu savollarga demak javob berib, endi hozir shunchaki mana tavakkalga belgilayapmiz. Shu savollarga javob berib, yakunlashni bosamiz va testni yuborish qilamiz. Mana testni yubordik. Va javoblarni ko'rish bandiga o'tib, bu yerda mana natijalarini ko'rish mumkin. Ya'ni qaysilarga xato qildim, qaysilarga to'g'ri javob berdim. Mana bu e, qizil, yashil ko'rinishda chiqarib beradi. Ya'ni bu orqali biz attestatsiya jarayonlariga tayyorgarlik ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari top 10 reyting bor. Bu orqali biz onlayn, ya'ni ustozlarimiz mana bu yerda eng ko'p to'g'ri ishlagan savollar soni va keyin mana bu yerda urinishlar soni bilan o'sha demak bizda to'g'ri javoblar soni mana bu yerda to'plagan balli va shu ikkalasi ko'paytirilib mana bu yerda ya'ni reyting hosil qilingan. Mana shu umumiy reyting bo'yicha saralash top 10 talik ko'rsatilgan va oxiridagi mana bu 11-si bu o'sha foydalanuvchining o'zini o'rni bo'ladi. Ya'ni biz hozir buni demo degan yangi e, ro'yxatdan o'tdik. Bu bitta urinish bor, to'g'ri javoblar yo'q. Demak, to'g'ri javob bo'lmasa 0 kara 1 0 bo'lgan. Bu hozircha oxirgi o'rinda turgan bo'ladi. Ya'ni 10tasi bu top o'sha birinchi mana saytdan foydalanish o'zi 4000 dan oshgan bo'lsa, mana shu 4000 dan oshgan ustozlar ichida eng top 10 taligi mana shu yerda keltirilgan. Ushbu platformada demak mana shu kurslar bandidan demak foydalanib o'sha o'quvchilar uchun yoki umuman ustozlarimiz uchun ya'ni dars jarayonidan foydalanishimiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar bular bepul foydalanishimiz mumkin. Yana biz bu demak kurslarga kontentlar qo'shishda davom etamiz.